2 soat ishlagan ekan ushbu Volvo 60 talik texnikamiz. Qaranglar, salafonlarini ham olmoqdi hatto. Yangi Qozog'istonga jo'nab ketyapti bugun. Mana buni qatorida yana qo'shimcha 3 ta Volvo texnika bor. 60 talik bo'ladi. Xudo xolasa biz o'zimiz Arti Holdings logistikasini qilib beramiz. Bugun mana shunaqa 2026-yilda mana shunaqa barakali boshlab oldik. Xudo xolasa yana qolgan joydan davom etaveramiz. Kemamiz kelgan, nasib bo'lsa mana qarshilarda turgan 4 ta Volvo texnikani Qozog'iston Shimkent shahriga bugun jo'natib yuboryapmiz. 2021-yil Volvo texnikamizda komplektida nimalari bor? Kelinglar sizlar bilan bitta ko'rib chiqamiz. 3 ta kovushi bor ekan. Bitta katta hamda bitta kichkina transhin kovushi yangi qilib berilibdi. Shuningdek 360 adapteri va qisqichlari bilan. Keyingisi 2023-yil Volvo texnika. Ko'rinishini bir o'zingizlar e'tibor beringlar. Bunda ham 3 ta kovush. Xo'p, 1 2 3 hamda bitta trambovka ham qo'shib berilibdi. 360 adapter, shuningdek JK modeldagi qisqichlar bilan. Xo'p, keyingisi 2020-yilga Volvo texnikamizda ham xuddi qolganlari singari 3 ta kovush 360 va qisqichlari bilan. Va yangi 200 soat ishlagan texnikamizda nimalar bor? Bitta qaraydigan bo'lsak, bunda ham o'sha 3 ta kovush, faqat ko'rayotgan bo'lsanglar, bunda 360 adapter yo'q ekan. Bitta katta kovush ham transhin kovushda. Bunga ham yangi qilib beribdi. Salafonlari bilan juda ham ajoyib turibdi. Egalariga nasib qilsin, Alloh barakasini bersin. Xo'p, shunaqa qilib 4 ta Volvo texnikasi bugun xudo xolasa bizning logistika kompaniyamizdan Qozog'iston Shimkent shahriga chiqib ketyapti. Mana shu tarzda bugungi kemamizda xudo xolasa yopamiz. Bizi telefon raqamlarimiz doimiy o'sha bemalol bizga telefon qilib bog'lansangiz bo'ladi. Arti Holdings kompaniyasi eng ishonchli, sifatli hamda tezkor xizmat ko'rsatuvchi yagona kompaniyalardan bittasi.